الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetlik qarindoshlar, biz bugun sura Niso'ningki 14-oyatiga keldik. İlgirki oyatlarda suraning 5-da deb o'tganimizdek inson qurilishi, mu'min qurilishi, oila qurilishi, jamiyat qurilishi qilib qatorliq asosiy temalar markazlashgan sura Niso'ning 1-oyatidan ta mushaga kelgan qadar shu tartib bo'yicha davomlashib keldi. Ve ailedeki bir kısım ahkamlarga münasebetlik ayetler, ilgirki ayetlerde sözünüp boğandın keyin Allah bu ahkamlarını tilke hududullah degan ifade bilen çek çigra şekilde bekitdi. Biz ilgirki derslerimizde çek çigra iki xil buludu. Birisi şunun qishida to'xtaydigan ütüp ketmeydigan çek-çekira, birisi yıkıllaşmaydigan çek-çekira. Eğer ahkamla buyruk şekilde bolsa, teklifat şekilde bolsa, biz şu yerde toxtaydigan çekirani asas qilib turup muamele qiladigan bolgan. Eğer çeklime haram şekildeki çek-çekira olsa, yıkıllaşmaydigan bir şekilde muamele qiladigan bolgan. Allah tilke hududullah deb bizni ikki xil nuqtaga eskartib bo'lgandan keyin shu oyatning oxirisida itoat qilganlar, shu ikki xil chek-chegirning qishda to'xtaganlar va to'xtamaganlar haqida so'z qilib va may yuti'illaha va rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha va zalika al-fawzul azim deb 13-oyatda itoat qilganlarninki aslılarının östen ekip durduğun cennetke kirdiğanlığı, bulanın bu yerde mengü kalıdığanlığı ve en ahırkı büyük maksat nişanıga erişidiğanlığı, büyük arzu armalarının royapga çıkıdığanlığını tilgap ötkenden keyin bizning bugungi dersimizde asilik qilganlar chu haqida mazmunlar keldi. Estaizu billah ve men ya'sillaha ve rasulahu ويتعدى حدوده يدخله جنارا خالدا فيها وله عذاب مهين degan ayet arqali ilgirki oyatda bayon qilingan itoat qilganlarning qarshisidagi yana bir turininki ahvolini bayon qilyapti. Itoat qilganlar yuqoridagi oyatda 13-oyatda bayon qilinganda mukofotlansa, asilik qilganlar bugungi oyatdagidek jazolanadi. Davatudu kimki Allah'ın Resulü'ne asilik kılsa ve Allah'ın çek-çegirisini atlab ütüp kesse, tur diye yerde turmasa, toxta diye yerde toxtumasa, Allah onu dövzakka kirgizidu, dövzakta mengü kalıdu, bununla harlıqçı azabba. Ayetning mazmunu şu, biz ilgirki sözlengen derslerdeki mazmun bilan birleştirilgende bizning oyatni tushunmagidek tarafimiz qamidi qarindoshlar. Qamidi. Ama ayette bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor. Allohning chek-chegirisinin qashida to'xtab, qil deganni qilib, qilma deganni qilmaydigan mu'minlar haqida so'zlangan oyatlar va chek-chegirdan atlab o'tib ketadigan, buyruqqa itoat qilmaydigan yana bir osiylar haqida kelgan oyatlarga shuna ko'z yugurtgunimizda mu'minlar haqida so'zlangan oyatda cennetin ularni cennetlerge kirgizmen deb köplik şekilde keliglik qarindoshlar bu bir an asila haqida kelgan oyatga qarasak yudkhilhu naron birlik şekilde do'zaxga kirgizmen deb birlik şekilde qanaqliqlik kirgiziglik bu bir nuqtada diqqatimizni tortadigan mu'minlarda cennetler degan bir şekilde ma asilada dövzak la emas dövzak birlik şekilde keltirilebilir. Bu bir nokta. İkinci nokta diqqatimizni tortadigan nokta mu'minlar kelgan vaqtda ular mengü qalıdı degan ifade ko'plik şekilde ifodalangan. Ular mengü qalıdı degan ifade ama asilar kelgan vaqtda
u mengu qoladi deb yolg'iz, ya'ni bir kishilik, yakkilik ifodasi qanday qilinadiq, qo'llaniliq. Ana mush ikki ifodaninki birinchisi haqida biz ilgili darsda ma'lum so'zlab bo'lgan ma'lum mazmunlarni, jannatlarning ko'plik shaklda kelishi, Allohning beradigan nozik ne'matlarining ko'plik cheksiz ekanligini ifodalaydigan ondan boshqa mazmunlarni deb bo'lgan. Bu yerda qaytlab o'tirishning hojati yo'q. Ammo mengu qoludi ifodasida nima uchun mu'minlar kelgan vaqtda xolidina degan shaklda ko'plik shakl qo'llaniladi? Asilarning masalasi kelgan vaqtda xolidan fiha deb yakki shaklda keltiriladi desa, hadislar va boshqa manbalardagi kelgan mazmunlarga ko'ra mu'minlar jannatga kirgandan keyin bolalari, avlodlari masalan kichik vaqtda o'lib ketgan deyli va boshqa oyatdagi mazmunlarga ko'ra bolalari ularga qo'shib beriladi, jannatda o'rtaq bir shaklda, ko'p bir shaklda bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan inson his qiladigan bir ne'mat va hayot bilan his qilg'ili bo'ladi. Insonningki bir unsi ulpitining bo'lishi, hamrohlarining bo'lishi. Uning biz dunyodayimiz dardigi darmon bo'ladigan, xushalligiga ham bahriman bo'ladigan bir qarindoshlarining bo'lishi, bu bir Allohning bergan ne'matlarining birisi. Jannatda mushu mu'minlarga ne'mat sifatida qanday qiladi? Beriladi. Ya'ni inson mu'min jannat kirgandan keyin buningga avlodlari qo'shib beriladi, billa bo'ladi, bu bir hurmat uningga berilgan. Andan jannatda o'zaro birisi bilan bir qizg'in, bir top, ya'ni yolg'iz qoladigan ahvol bo'lmaydi. Boshqa mu'minlar bilan top bo'ladi, unsi ulfat, hamrodoshlari bo'ladi. Bu ikkinchi bir ne'mat bo'lishi mumkin. Xolidina fihadan shu chiqishi mumkin. Endi asiy masalasiga kelsak, jannatda nima do'zaxda mengu qoladigan kofir asiy masalasiga kelsak, buningga Alloh bu kofir o'g'onlik uchun ergashtirib hech kimni billa qo'shib qo'ymaydi. Hatto do'zaxda yana bir billa kuyli ma azobni tang ta'tillaydigan adam bo'lmaydi. Hammasi ayrim bir shaklda xuddi misol keltirsak hamda masalani texmo oydinlashtirish valillahil masalul a'la. Yakki turmalar var ya, yakki kishilik sulab qo'ydigan kamerlar var. Bu turmalardagi azobninki qiyin qisloqning eng ig'ir hisoblanadi. Mushnunga o'xshash do'zaxda mengu qoldiriladi. Buning o'zi azobning texmi hassilinishiga nim bo'ladi, sabab bo'ladi. Mana mushu nuqtadan oyatning oxirisida kelgan ifoda va lahu azab muhin. Biz ilgirki darslarimizda esimizda qilishcha alim azob, qattiq azob. Ondan muhin azob degandagi farqlarni bayon qilgan. Bir odam azoblanishi mumkin. Lekin men dunyodagi masaladan misol olay. Birisi meni qattiq urib o'tib qolsa, men qattiq og'riq chekamamdi. Ammo meni o'g'on yoki boshqalarning oldida faqat chandamay, tatib ketgan o azobimni, o alimimni ichimga yutiblan chandamay yurayman. Ma'u qattiq og'riq olsa-mu, boshqalarning oldidagi ahanet emas. Yani boshqalarning oldida o'zingni cho'ng tutib, ya'ni normal holatdagidek yuraveraysa, azob alim bu shakldagi ma'no olsa, mushunga o'xshagan yoki mush shaklda tushunsak, muhin alamdan boshqa, chekkan azobdan boshqa boshqalarning oldidagi bir xorliq bo'ladi. Chunki do'zaxga kirgan kishi dunyoda boshqalarga po'atqa yirva, boshqalarni o'zi mangan kufr yo'liga boshliga yirva, yo'g'on so'zliga yalirva, bo'yin tavliq qilib boshtatqa yalirva. Mushlarning hammasi do'zaxga kirgandan keyin bir pul bo'ladi endi. Dunyodagi boshqalar yo'g'onlik qilganlarning oldida o'zining nakirib qolganligi ajoyib bir alam bo'ladi. O'zining yakki tatqan jazosidan boshqa ahanet o yana birining bo'ladi, azob bo'ladi. Mush tufaylidan oyatlarda azob ba'zida alim deb tasvirlansa, ba'zi vaqtda muhin, qat azobni, azoblanish, alamlanishdan boshqa bir xil boshqalarning oldidagi ahanet. Ruhiy jihatdagi azobni billa o'ziga elishi mumkin. Demak,
Allah ilgiriki oyatlerde ahkamlarni bayon qilib bo'lib, ahkamlarni had hudud deb tasvirlab, bizning bu had hududning qishda to'xtashimizni talab qilib bo'lgandan keyin to'xtaganlar, itoat qilganlar erishadigan mukofotlarni bayon qildi va to'xtamay atlab o'tib ketganlar, dastlab o'tib ketganlarning uchraydigan jazosini bayon qildi. Endi biz biroz suraning 5iga qaytish to'g'ri keldi qarindoshlar. Biz darsimizning 5idan shu surani boshlagan kundan tortib deb keldik. Sura Nisa masalani hal qiladigan sura. Sura Nisa qurilish surasi. Qurish surasi. Avval insonning birlik masalasini o'rtaga qo'ydi. İnsanlıkni qurib chiqdiki, inson dadisi bir. İnsonning onasi bir. İnsanlık mushadni qurildi. Sura Nisa buni bilan boshlandi. Undan keyin dunyodagi insonlar shu bir ana, bir dadidan dunyoga taqilgan insonlar, bu nuqtadan insonlar o'tirisidagi munosabatni qurdi. Ondan keyin insonlar qurilib bo'lgandan keyin Allohdan qo'rqish orqali bu dunyoda Alloh cheklagan cheklamalar, belgilamalarga tatbiqlash va saqlanish orqali belgilamalarni uyg'unlash, cheklamalardan saqlanish orqali mu'minning quriladiganligi haqida oyatning 5-idan shu mazmun bo'ldi. Undan keyin ijtimoiy turmush ayol deb boshlandi ya gap. Bütün insanlar ayoldan taqaldı dedi ya, insanların tarqilish prinsipi ayoldan buldu dedi, aileden buldu dedi, aile hakkındaki söz başlandı. Normalda tamam bir bala ata-anasının yetekçiligida, kuyunishida, tarbiyasida yo'g'inaydi, ammo ba'zi ahvollarda ata-onaning vafot bo'lish sababidan yetim bolalar o'rtaga chiqadi. Bular jamiyatdagi ojiz bir sinf. Andikin ayol to'y qilish jarayonida taraf va ayol taraf bo'lib, aciz taraf yanıla ayol taraf. Yani haq huquqiga daxliga uchrash ehtimoli bo'lgan taraf ayol taraf. Haq huquqi daxliga uchrash ehtimoli ko'p taraf yetim taraf. Yetim qizob qolsa tehi masala tegimi qanday qiladi? Eşido. Allah muşlarning hammasini birdan bayon qilib keldi oyatda. Ayollarning to'yliq masalasi, ularning haq huquqi, iqtisodiy haq huquqi, yetim bolalarning masalasi, yetim qizlarning masalasi, mana bularning hammasi Sura Nisaning 5idan ta bugunga qadar hal qilingan yoki tegish qilingan tuzum qonun o'rnatilgan masalalar. Amrat inson hayoti Allohning insonga bergan bir sovg'asi qarindoshlar. Alloh insonni dunyoga akab bo'lib keraklik narsalarni yaratib berdi, unda emas. Alloh insonni dunyoga akilishning oldidan insonga keraklik barliq narsalar zaminda hazırlangan. Mayli insonga kerakli quyosh, insonga kerakli havo, insonga kerakli suv, insonga kerakli zamin, inson yaratilishdan ilgarilab inson yashasa muvofiq bir holatda hazırlanib bo'lgan. Ondan keyin biz oila qurilishi, ko'payish dedik ya. Bu inson masalasininki, hayot masalasininki davom qilish uchun bir prinsip shaklida bekitildi. İnsan bilan juplashadi, birlashadi, juplashadi va buningdan nasllarni qoldirib, ondan keyin inson shu shaklda hayotda qanday qiladi, davom qiladi. Endi mushuning masalasi, bir inson bilan birga yashab, bir oila shakllantirib, bir jamiyat shakllantirib, minishda agar biz oyatni o'qimagan, bir musulmon bo'lmagan taqdirdami, agar biz haqiqiy insofliq, kallimiz ishlaydigan bir mu'min bo'lib qolsa, bizning his qila oladigan bir nuqtamiz bor. İnsanning normal hayotda menish uchun bir dona tuzilma kerak. Bir sistem kerak, bir nizom kerak, bir tashkillanish qoidasi kerak. Bu nereden başlandı desanglar, tunji inson jamiyatning asosi bo'lgan oilani quradigan vaqtida. İnson oila quradi ya, oila jamiyatning asosi, shu oilani qurgan vaqtdan tortib boshlanadi. Bizning darsimizning asos temasi shu. Undan boshqa iqtisodiy ilm birimlar bor deb kelsa gap jiq. Ba'zilar kuchli bo'ladi, ba'zilar ojiz bo'ladi, ba'zilarning imkoniyati ko'p beriladi,
ba'zan imkoniyat oz beriladi, ko'p berildiganlar bilan oz berildiganlarninki o'tirda shu oz ko'plik nuqtasini andan keyin hamkorlik shakllanadi. Agar hamma darning teng bo'lib qolsa, hech kim bilan hamkorlashmaydi. Ya'ni hamkorlik shakllanadi derken birisi-birisiga ehtiyojliq, av ishga ehtiyojliq, mal pulga ehtiyojliq. Bu uning ishini qiladi, u buningdan birida pul uradi. Mush shaklda taqitildimdi. Mush shakl taqildi. Ondan keyin yana bir masala, ilgirki darslarimizda ilingan xulosasining birisi. İnsan dunyoda ishlagandan keyin Alloh uningga barakat turib, o'ziga yetkudek, hatto ballarga yetkudek, hatto narvalarga yetkudek bir savrat boyliq ato qiladi. Bu boyliqlar u odam tuyg'usiz ilab qolsa, vafot topsa, ballarning orasida va shu odamga munosabatli tuqqanlarning orasida o'chmanlik, adovat yuz bermaslik uchun buning bir tabiiy tarqilish bir shakli bo'lishi kerak. Tabiiy tarqilish. Taqalgandimi haq shaklda, layoqatli bir shaklda taqitilishi kerak. Mushlarning hammasi meros shaklda qana qilinadi, taqsim qilinadi ilgirki oyatlarda. Allah insonning topgan bu mol-mulkiga insonga hurmat qiladi. Mal-mulk meni manbadim sana demaydi. Nima deydi? Malsning. Sen bu malni qarzva. Qarang, qarzva. Yine qarindishingga qarzva, ojizlarga, miskinlarga qarzva emas, manga qarzva deydi. Man zallazi yuqridulloha qardan hasana. Buning mukofoti shu, fayudaifa lahu. Asla birdi deydi. Mana mushunga o'xshash qarindoshlar hayoti dunyoda ish mush shaklda bir-birlab o'rinlashtirilgan. Mayli bayatni deganimizdek miroslarning tabiiy barobar bir shaklda, layoqatli bir shaklda tarqitilishi olsun yoki iqtisod topgan odamning pullarininki zakot va boshqa shakllarda kambag'allarga tarqitilishi olsun. Bu jamiyatninki asos bo'lgan oilaninki tartib tuzumlarining düzgün bir shaklda ratlanib, oila qurilib davomli olsun. Hammaninki bir tartib qoidasi bor. Agar unda bo'lmasa, hayot nimaga aylanadi? Bir qalaymonqanchilikqa aylanadi. Hamma odam o'z xohishi bo'yicha ish qiladigan, ko'ngli tortganini qiladigan bir o'yin tomoshaga aylanadi. Buning oqibati yomon. Shuningdek sura Muhammadning 36-oyatida deydi Alloh subhanahu va taolo: "Innamal hayatud dunya la'ibu va lahu." Hayotud dunyo bir o'yin, bir tomosha yoki ko'ngilni tortib ketadigan ish. Agar hayotda o'zingni qo'yib olsang, sizni har yoqqa tortib ketishi mumkin. Va in tu'minu, agar sizlar hayotda Alloh belgilagan belgilamalariga ishonsanglar, iymon etsanglar va tattaqu, cheklangan cheklamalardan saqlansanglar, belgilamalarni hayotda tatbiq qilsanglar, yu'tikum ujurakum va la yas'alkum amwalakum. Sizlardan mollaringlarni so'maydi, ajringlarni beradi. Alloh buyos o'ziga so'maydi malni. Chunki Allohning mulki hech kimga ehtiyoji yo'q. Bütün dünya boshqa bo'lib ketsa Allohga ta'sir etmaydi. Bütün dünya yo'qolib ketsa Allohga hech ta'sir etmaydi. Ya'ni insonninki inson bo'lib mush jamiyatda normal davom qilishi uchun mayli oila qurilishi jihatdan bo'lsin, mayli iqtisodiy jihatdagi tangpongliq, tangshash jihatdan bo'lsin, yoki iqtisodning kishidan u kishidan vafot topgandan keyingi kinki avlodlarga yo'tkilish nuqtasi olsin, bir dona sistem kerak, bir dona chegara kerak, bir dona tuzilma kerak. Bu tuzilma ilgirki oyatda bayon qilingandek Allohning had hududlari shaklda qana qilindi, bayon qilindi. Bu had hududga bo'ysunganlar onun o'zining mukofotini oladi. Bu uning asli qilganlar o'zining jazosini oladi. Endi mushu insonga munosabatlik mushu masalalarning ichidan eng muhim bir nuqta va u o'simi inson turining mazmunida qana qilishi, davom qilishi. Davom qilish uchun Allah shundoq bir tuzilma sistemini o'rnatganki, insonning buni havisiga, huzurga bog'lab qo'ygan. Inson xolisin buningga qadam oladi va o'zi xolimasin buning turtkisida avlod qoldiradi va inson hayoti shu shaklda qana qiladi, davom qiladi. Agar avlod qoldirishni navbatga o'xshash to'y qilish orqali inson o'zining nafsini qondiradigan bir ishga bog'lanmasa, insonning bu mijozda bugungi kunda masalan kishilar tug'maymiz yoki tug'ut cheklash u bu degandek bir ishlarni qilayotgan bugungi davriga qaraganda
insonlar hargiz bu avlod qoldirish ishini o'z ipsida davomlashtirmaydi. Allah o'zining hikmati bilan bu shaklda o'rinlashtirgan. Endi avlod qoldirishda avlodlar chiqadigan bir o'rin var. Bu asosan ayol kishi. Xuddi etizga uruq sağandek, ziraat etizm bo'lgandek, avlodlarning qoldiriladigan, ko'payadigan, hayot davomlashadigan asosiy taraf ayol kishi. Buning uchun o'zining avlodlarining onasi bo'lish uchun, o'zining naslining manbasi bo'lish uchun pok, din egisi kishilarning oldida mo'mining ayolim deyish ko'ngli unaydigan birisini tanlaydi. Hammalarga tunishlik bir shaklda bu oila quriladi. Yani to'y degan shu, ilon degan shu. Kishilar palonixon, pukunininki ayoli degan bir shaklda ularga illiq boqidi. Undan keyin paydo bo'lgan avlodlar dadasiga, onasiga nisbat beriladi, masalan, nisbat beriladi. Mushu shaklda davom qiladi. Mana bu islom belgilagan bir shakldagi nima qurilishi, oila qurilishi esonlik bo'lsin. Agar nikohsiz bir shaklda islom belgilagan shaklda bo'lmagan bir shaklda munosabat bo'lganlar buning asla kishilarning oldida o'rtaga chiqib qolishni xohlamaydi. Bu bir kim bo'lsin, ya er ya ayol taraf. Hatta şu o'zi g'ayri shar'iy, yo'lsiz bir shaklda munosabat bog'lagan shu ayolni to'g'ri bir shaklda nikohga oldisa, haqning oldida nikohlab olmaslik mumkin. Chunki u rozi emas. Diqqat qilsanglar, u ayolmi, uning rozi emas, bu vaqtlik masala, ermi uni rasmiy ayol qilib xotin qilishga ko'ngli rozi emas, faqat navbatdagi ahvol vaqtlik bir nafsni qondirish. Bu bir shakl. Undan keyin agar shu orliqda balo bo'lib qolsa, ko'ryapmiz kichik buvoqlarni ahli sanduqlardan tepyapmiz. Burungi zamonlarda dengizga tashlamishgan yo'q qilish uchun, masalan, bu shaklda yo'q qilganlarmi bor. O'zining jinoyatni qanday yo'qash uchun, ya'ni buning jamiyatda bir jinoyat deb atalgudek bir ish hamdi. Ondan keyin ananing baliga bo'lgan mehribonligi hatta balasininki tug'ilib normal sog'lom bo'lib bo'lgan balasininki o'ziga o'xshash eskidan bo'lib qolmasligi. Kishilarning oldida bu bir zinodan bo'lgan bala degan bir nomus bilan yashamaslik uchun o'sha o'zi eski bo'lgan, nachar ish qilgan, pasiq ayolmi qanday qiladi desa, balani eng yaxshi odam yig'iladigan yerga qo'yib qo'ydi ko'pincha vaqtda masjidning oldida. Bu jiq bo'lgan ahvollar. Hargiz qamoqxonaning oldida qo'yib qo'ymaydi, hargiz haroqxonaning yoki kechilik klublarning oldida qo'yib qo'ymaydi, masjidning oldida qo'yib qo'ydi. O'zi bir zinoxo'r. O'zi zino qilgan, xatolashgan, bu bola zinodan bo'lgan bola, ammo bolasini o'ziga o'xshash insonlarningki elib beqishni xohlamaydi. Shunga klublarning oldida qo'yib qo'ygan bolani uchratmaymiz. Haroqxonalarning oldida qo'yib qo'ygan bolani uchratmaymiz, masjidning oldida qo'yib qo'ygan bolani uchratamiz. Ya'ni shu ayolma hatto shunday o'ylaydi-ki, "Ma yaxshi odamlar tarbiyalasin bu bolani. Bu bola mendek bir yomon ish qiladigan odamdan tug'ilib qoldi, ammo hayoti mendek o'tmasin" degan bir maqsadda ashaga qanday qiladi. Hatto hayo va uningdagi o'zining qilgan qilmishidan, qabih qilmishidan bo'lgan hayo qilish uni xalqlarning oldida bu bolani ko'tarib yurgizmaydi. Ya'ni masala nima desanglar, hayotdagi diniy prinsip degan nuqtaga bormagan vaqtimizda insonning sog'lom bir tabiati, insondagi sog'lom bir tabiat bu jamiyatdagi yo'lsiz, qonunsiz er-ayol aloqasini asla va asla tabiatidan ko'tarib qanday qilmaydi, e'tirof qilmaydi. Allah o kadar bir tuzilma, o kadar bir fitrat inson tabiatida bir sog'lom tabiatni o'rlashtirganki, birisining qizi va agar mahallada qanday bir yigit u odamning qizini ko'zlab o'zining atrofiga yaqinlashsa, qizning dadasi yoki akasi yoki enasi balkim hayoti badiliga bu nomusni uyga yaqinlashtirmaslik mumkin. Ammo ishkidan berib, ishni chekib men qizingizga elchi bo'lib keldim desa,
o bayattanqı davranış yoki bayattanqı muomalaning tam aksi yuz beradiki, qizg'im qarshi oladi, choy qo'yadi, qahva qo'yadi, masalan, qalbi bir echilgan bir shaklda to'ylarni qilib beradi. Qaranglar, ikki mavqa o'tirisidagi farq. Masala o'xshash, ishning o'zi o'xshash. Agar u yo'lsiz yo'llar bilan yaqinlashsa, uning hayotining bedeliga qarshi turgan inson yo'lliq bir shaklda uyisiga kelsa, uni bütün mal-mulklarini tashlab, bütün xushalliqlari o'zining keng qalbi bilan to'y qilib beradi, uningga qo'shib qo'yadi. Ma ikki ishning o'tirdagi farq inson tabiatidagi bir jamiyat tuzilmasininki inkosi. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadisde dedi ya, es-salat, namazını çığın tutunla dep bulup, ve ma meleket eymanukum la tukallifuhum ma la tutiqun. Kul hizmetçilerinlağa ula kılamaydığı yüklemenler dedi. Dep bulup, hadisinin ahırısı ayallah hakkında sözlep, Allah fin nisa. Ayallah hakkında Allah'tan korkunlar. Bu degen sizlerinin kollarınlardaki bir nimo yardımcı sizlerge nispeten. Yani sizlerge birilgen deydi. Sizlerge birilgen. Sizler onu Allah'ın aman tülen aldığınla, Allah'ın kelimesiyle ulanı özünlüğe halal kıldığınla. Bu şekilde ayallarını Allah subhanahu ve teala bizge muşu tüzülmü boyunca halal kıpbegen. Er ayal oturusudaki sağlam münasebetinin şekli bu. Bir oylap bakınla, bayattığın misalında kay tekrarlığın ba ama başka şekilde bir kızın dadısıga yolsuz bir şekilde kızığı yıkılaşkanlıqını ifadelep bakınla, yolluk bir şekilde ben kızınızga elçi olap kileyek kızınızna ağımba degen bir şekilde ifadelep baksanla, şu vaxtıda şu adamның kösetken inkası, sizlege qaytuğa inkası, meyli o qaysı tiptiki insan bolsun, normal sağlam bir insan bolsun, meta Müslüman ya ki gayrimüsliman, sağlam tebiyelik insan bolsa, sizlege işki işinin oturuda, işki koygan sualınlığa ya ki işki işinliğe nispeten qaytırdığa inkasına oturuda, asman zeminlarca farkını görürsüzler. Mana bu hayattaki insan türünün devam kılış için insan tabiatideki Allah urullaştırgan sağlam bir tüzülmeninki emeli ifadesi, görünüşleri hesaplanıdı kırındaşlar. Hem de demek tekama inakrak gepnin hulasığı kelsek hayat türünün devamlışı için bir er ve bir ayalınki yolluk şekilde bir yerge kelip, bir aile kurup, muşu aileninki Allah belgilegen tüzülmü boyunca devamlışı bu insanın insani hayatlıkninki yarışarıda, ziminde sağlam devam kılışınınki tüp asası. Eksi takdirde erlen ayallah yolsuz arlasa, ya ki ayallah ölen bir aile kurumen deydiğen bugünkü kündüküdek, ya ki erle ölen aile kurumen deydiğen hoşçinizliklarda bir atalığının birini bəduq bulağı hoşçinizliklarda. Bu şekildeki işler ma hayatlıqның bozuluşu, insan hayatınınki en pasif halet geçüşü hesaplanıyordu. Bugünkü dersimizdeki 15. ayet del muşu noktaga merkezleşidir. Ayallah oturusudaki sağlam alaka ve sağlam bulmagan alaka hakkında. Allah subhanahu ve taala davatıdır bu ayette. وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. Ayet hakkında okuşmağın göz qaraşlar var. Ayetinin qarıtılması, öz yalıdığın məzmunlar hakkında. Biz avval şu qaraşlardan bir qaraşını asas qıp turup sözleyimiz qarindaşlar. Ondan keyin yeni bir qaraşlarını ahırsta qıstırıp ütümüz. Ayetin avval tercümesini qıp reislerge ayallarınla arasından yaman işlerini qığallani. Ayetinin ifadesi, kullanılan ifadesi şu. Qığallani. Bulağı töt guvacını kelturunlar. Eğer töt guvacı guvavıp muşunun yaman iş qığınını guvalık bəlsə, bularını öyge sunanlar. Öyünün sırtı çıkartmanlar. Çünkü bular mikrop demekçi. Bular vafat tapqanğa kadar. Ya ki Allah bulağa başka yol vergenge kadar. Ben bayan dedim ya ayet hakkında başka göz qaraşlarımı var. Məzmunun qarıtılması hakkında. Ama biz qanaat tapqan müşahiyetin məzmununu avval sözleyimiz. Ondan keyin başka sözlerini başka fikirlerini hem ekilimiz. Ayet ki obdan dikkat qığınımızda
Ayet sap ayol hakkında. Bu yerda er yok. Ayollarga keltirgen almaşma köplik şekilde keltirilgilik. Vellati ayollar. Yaman işni qilgan ayollar. Er ayol emas cuma. Ayollar. Bularga to'rt guvohni keltiringlar, guvohlik qilsa, ularni uyda sulab qo'yinglar. Yani bu yerda biz burundan er ayol zina qilsa, agar to'y qilmagan bo'lsa, 100 darra, masalan 100 qamcha to'y qilganlar bo'lib qolsa, bularni rejim qilish hukmi yo'q ma'iyatda. Bularni uyga sulanglar, vafot topgan yoki boshqa Alloh ularga boshqa yo'l berganga qadar. Endi biz avval o'zimizning qanoat topgan bir tushunchisini so'zlab baqayli dedik. Birinchidan diqqat qiladigan nuqta bayatni deganimdek oyat sop ayollar haqida. Undan keyin biz bu oyatdagi tushunchani ayollar bilan ayollarning o'tirdiki noto'g'ri aloqa haqida olsak tamoman bo'ladi. Bu bir masala. Yani ayollar bilan noto'g'ri aloqada bo'lsa, yani hamjinsliklar masalasi ayollar o'tirishdiki, bularga 4 guvoh keltiringlar degani izzat obro'y qo'g'dash masalasi. Jamiyat o kadar yengilki boshqalarning izzat obro'yida o'ynashadi. Alloh subhanahu va taolo bu tarafdagi ishni aytgan. Boshqalarni uni qildi, buni qildi, unda askish qildi, bunda aski qilish qildi deyishing uchun 4 guvoh kerak. Chunki sen ayblamoqchi bo'lgan qarshi taraf ikki odam. Har bir odamga birdan ikkidan guvoh kelsa, 4 guvoh ketadi. Sen ikki odamni ayblaysan, ikki odamga qarchaplaysan, her birisiga ikkidan guvoh ketadi. Jami necha guvohchi? 4 guvoh ketadi. Yani bu bir kuchli darajada ehtiyot. Nimishqa? Bu yerdagi bizning temimiz xalqning izzat obro'yi. Mandaq aytgan vaqtida, bir odamning hayoti. Endi 4 guvoh keltirilib, mana ikki ayol askilik qilgan, yo'lsiz aloqa qilgan, ya'ni hamjinis ayollikqa 4 guvohning guvohlik isbotlanib qolsa, bularni qanday qilamiz? Bularni uyda tutamiz. Uyda saqlaymiz bularni. Ta o'lganga qadar, yoki Alloh bulga boshqacha yo'l berganga qadar. Yani gapimni takrorlamoq biraz bu yerda ahamiyatli, ya'ni foydasi va bu oyat haqida bu ayol o'tirdiki munosabat haqida kelgan oyat va islomning dastlabki davrida tushgan oyat. İslamning dastlabki davrida mushta zina qilib qolsa, ayol bularni uyga sulab qo'yib o'lgan qadar chiqarilmaydi yoki yana bir hukm tushganga qadar, yana bir zina haqidagi ayrim hukmlar bor. Shu hukm tushgandan keyin amaldan qolgan degan ko'z qarashlarmi bor. Buni oldin ola eskartib qo'yishni to'g'ri topdim. Ammo bizning bugungi darsimizda bizning bekroq tayindig'imiz ayollar bilan ayollarning o'tirisidagi holat. Endi Qur'onda bundan boshqa erlar bilan erlarning o'tirisidagi munosabat haqida oyat bor. Hazır ma'nachinchi oyat, 15-chi oyat, 16-chi oyatda balkim kelayotgan soatlik dars so'zishimiz mumkin. Vallazani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma. Buni yomon ishni qilgan ikki er kishi bo'lib qolsa degan hukm 16-chi oyatda bor. Ya'ni ma oyatda ikki ayol kishining noto'g'ri aloqasi va ikki er kishining noto'g'ri aloqasi haqida ketyapti. Ikki ayol kishi, ikki er kishi. Er ayol emas. Bizning olgan, biz qanoat qilgan tushunchada. Endi nima uchun bu ayollarni uyga sulab qo'ydi? Uydan sirtqa chiqolmaydi. Chunki bu vabo. Bu degan mikrob. Xuddi bir mikrob bir yerda taqalsa, shu mikrobning atrofini muhosiraga olamiz. Yaqinlashtirmaymiz, boshqani kirgizmaymiz, chiqolmaymiz, mikrobni bir doirada saqlaymiz ya, mana o'xshash. Nimishqa? Nimishni o'ydan chiqolmaydi endi bulni desa, chunki ayol kishini hijoblanmaydi bilasizlar. Ayol kishini hech kim kullamaydi. Har qancha odam g'ururli odam bo'lib ketsin, o'zining ayolini boshqalar bilan birga ko'rsa, diqqat qilmaydi uningga. Baş ayollar bilan aralashsa, uning achchiq kelmaydi. Uningga ma'ning xatri favqulodda yomon. Agar boshda taqilib ketsa, u ayolga, u uydagi kishi bexabar bir shaklda
Çünkü ayollar aralashganini hech kim ayıplamaydı. Bizning uyga ayollar har qancha kirib chiqsa, kişinin xiyoliga kirmaydi hamdi. Çünkü ayolimning do'stidir yoki bir tunushlaridir deb. Bu bir vabo, bir mikrob bo'lg'achqa buning tarqalish sur'ati biroz tez bo'lib qoladi. Agar buningga chek qo'ymagan vaqtda. Shunglashqa buningga chek qo'yib, ayol kishi uyda ching tutiladi, ashta ishni qilib qolgan, kunab qolgan ayol kishi sirtqa qanaqilmaydi, chiqarilmaydi. Endi hozir qadar tahi nurg'un kasallar bayqaldi, ammo aniq bir şekilde tahi o'rtaga chiqmadi. Ayollar bilan ayollarning bo'lgan aloqasi, erlar bilan erlarning bo'lgan aloqasi bu insoniyatga vabol olib keladigan, insoniyatga halokat olib keladigan bir ishlar. Bugun ko'rilmasa at ko'riladi, at ko'rilmasa o'gun ko'riladi. Hali bu masalan ko'ryapmiz, AIDSga o'xshash kasallar taqilib dunyoni qo'rqityotdi, dunyo uning taqabul uchun aziz qilyotdi. Alloh bundan qana qilsin, saqlasin. Chunki Allah insanda şunda bir hususiyetni yaratganki, ximiyevilik hususiyet, bir bir ayol nayt sağlam bir şekilde yıkılış alaydı. Yani bu başkalarının guvalık bilen bolsa ve bu bu ayolni men nikahımga aldım da bir münasebetini bağlasa, mesela toyla kurup, guva çürüp, atanısını talep kılıp, toy ötküzüp, bir iki üskünü dep oylasak bularını, uşur yollaşqa hazırlangan buludu. Erinin içki dünyası, ruhi dünyası ve fizyologik, cismani noktalardan bir hazırlangan buludu. Ayolning içki dünyası, ximiyevilik özgürlükle bunu kabul kılışqa hazırlangan buludu. Bu sağlam bir şekilde uçrasa karşı tarafın signalını kabul kılıdı. Del oturduğun güzel sağlam bir evlat, bir nesil yetişip çıkıdığan gap. Eğer iki taraf sağlam olmaya kap kalsa, xuddi agar buni misol keltirish to'g'ri kelib qolsa, ikki elektr simini misol keltirishimiz mumkin. Birisi manfiy, birisi musbat deymiz. Musbat, manfiy, plus minus deb qo'yamiz. Plus minus sog'lom bo'lgan vaqtida, undan keyin bu ikkisi birlashib chiroq yuriydi. Agar ikkilisi plus yoki ikkilisi minus bo'lib qolsa, ikkilisi ikkilisi ayol bo'lib qolsa, xuddi nikoh masalasida misol tushuntiryapman bu. Bu yerdan cho'qim tutishib qilish deymiz, masma deymiz. Mana bir ahvollar xatolik ig'ir darajada qanday qiladi yuz beradi. Buning badalini shu jamiyatdagilar qanday qiladi o'taydi. Diqqat qilsanglar, ajoyib bir hikmat. Bir ayolni atrofiga kishilarni yig'ib turib, guvoh qilib turib, yo'liq bir shaklda aldım degan bir so'z. Va ayol kishininki men taqdim qabul qil degan bir so'zi bu ikkisi bir o'zgarish paydo qiladi. Ruhiy jihatdan o'zgarish paydo qiladi, ichki dunyosida o'zgarish paydo qiladi. Bu ikkisi bir yerga keladi, hech qanday zarar chiqmaydi, masal chiqmaydi. Dunyo olib ta hozirga qadar ayol ikkisi aldım taqdim deb. Hatta bu islomning sirtidagi jahiliyat davridagi aldım taqdim nikohlarmi hatta shuning ishiga asa xatolashmaymiz. Birisi men aldım yo'lliq bir şekilde o'zining jamiyatida qanday olsun. Birisi taqdim degandan keyin bu ikkisining o'tirida bir xil g'ayri normallik ahvollari yo'qaydi qarindoshlar. Bu insonning tabiatidagi bir Alloh yaratgan bir fitrat bu. Agar masala aksi yo'l tutilsa, yani plus, minus, iki elektr aqimi birleştirilmey, plus bilan plus, yoki minus bilan minus, manfiy bilan manfiy, musbat bilan musbat tutulishib qolsa, bu yerda o't opit kelib chiqishi mumkin. İnsaniyat bak ig'ir badalini to'laydi buning. Chunki dunyoning qonuniyati prinsipi birki, va min kulli shay'in xalaqna zawjayn. Biz har qanday narsadan juftni yaratdik deydi. İnsanmi ham juft yaratilgan, insonning yaratilish ichki alohidligi tashqi hamma tuzilishi shu shaklga mos shakl yaratilgan, hatto elektrgacha. Ve her narsa, biz bilgen her narsa jup. Onun siz bir düzgün davamlaşış bulmaydı qarindoshlar. Acayip ko'ryapmiz dunyoda erkin jinsiy aloqani qo'yayotgan davlatlar erkin jinsiy aloqaning keynidagi salbiyatlarga nisbatan tadbirlarni oladi. Masalan, Yevropa davlatlari masalan bazı başka devletlerde cinsi alaka erkin qo'yitilgan, xalqan adam xalqini qiladigan, ondan keyin kishilik klublar masalan payish xallar echvetilgan modellarda qanday qiladi desanglar, mushuningdan kelib chiqadigan kasallikning oldini olish uchun qarallik
teşhişlerini, tibbi teşhişlerini ep bardı ayollarga qarta. Köp hallarda ve bulardan yuqumlanıp erlergim yuqumlanıdı bu ahvallar. Ondan keyin hatta şu işler bilen şug'ullanadiganlarga sağlamlık dokulati, sağlamlık belgisi degandek bir qo'llarga o'zining saq ekanligini ifoda etadigan bir narsalarni biri demdi. Buning hammasini nima desa, dunyo o'zi xohlab, xohlamay shuni tunib yetiglik qarindoshlar, shuni tunib yetiglik. Nemin tunib yetiglik? Alloh belgilagan sistem, tuzilma din boshqa insonninki normal davom qilish yo'li yo'q. Shunda normalsizlik yuzlandi, buning bedelini inson o'zi qana qiladi, o'taydi. Endi gap kelsa, ashta eskishlarni qilgan ayollar, 4 kishi guvohchilik berib haqiqatan qilganlik isbotlanib qolsa bu ayollarni uyga sulanglar. Sirtqa chiqib, chunki mikrob bayatni deganimizdek tarqab ketsa bo'lmaydi bu. Agar yuqumliq mikrob paydo bo'lib qolsa, darhol buningga sahiya tarmoqlari oldini oladi, doirini chigirlaydi, boshqani kirgizmaydi, chiqartmaydi, mana tadbir oladi ya. Bularning mushta tadbiri bu. Uydan chiqamaydigan. Chunki yana tekrar desam, bu ayol kishi o'g'achqa, ayol kishining ayol kishiga yiqilishi hech kimning diqqatini tortmaydi. Hatto u ayolning aylarimi uning diqqat qilmaydi. Bu bek xatarlik bir masala. Shunga ularni uydan talaga chiqarmaymiz. Endi bu oyatga qarata mana bir hadislar bor. Hadislarda oyatning mazmuni er ayol o'tirishidagi zina shaklida ifodalanadi. Ubad ibn Samit radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu mendan elinglar ahkomlarni deb bo'lib bekir bilan ya'ni to'y qilmagan er kishi to'y qilmagan ayol kishidan zina qilib qolsa, bular 100 qamchi uriladi, 100 darra va 1 yil palinadi. To'y qilganlar bilan zina qilsa 100 qamchi urildi va rejimi qilinadi degan bir shakldagi hadislar bor. Mushu hadislarningki hammasi umumyuzlik er ayol o'tirisidagi masalaga qaratilgan hadis, ya'ni to'y qilganlar bilan to'y qilmaganlar. Hozir biz ayolning gapini qildik ya, to'y qilganlar bilan to'y qilmaganlarning masalasi hukmi hadisdagidek emas. Ya'ni 100 darra. To'y qilganlar bilan to'y qilib qolsa, undan keyin rajm qilinadi. Buning qarata ba'zi hadis inkorchilari o'rtaga chiqadi. Qur'onda rajm deb yo'q. Faqat Qur'onda 100 darra bor. Nereden chiqading bu rajmni deydi? Bizning davom etadiganimiz teşri ahkamlar, hükümler fakat Kur'an bilan kelgan emas. Kur'an asosiy prinsip shaklida keladi va Qur'onning o'zi ham prinsip shaklida kelgan shu Qur'on va ma atakumur rasulu fakhuzuhu deb Rasulullohning kimi ahkam, hukm manbasi ekanligini eskartadi. Ya Qur'onda bir hukm keladi, Rasululloh uni o'zining amaliy hayoti bilan tatbiqlab bizga ko'rsatib qo'yadi yoki Qur'onga munosibsiz bir shaklda ahkamni bayon qiladi. Biz buni normal e'tirof qiladigan qoida, diniy ahkam, shariat qoidasi. Qur'onda rajm masalasi bo'lgan bo'lsa, Rasululloh hayotida Qur'onda jildi masalasi bo'lgan bo'lsa, dar urush, Rasululloh hayotida rajm qilgan bo'lsa, bu demakki hukm ishki. To'y qilmaganlarga Qur'onda kelginga o'xshash 100 darra birilsa, Rasulullohning amaliy tatbiqlagan, uyg'unlagan ahkomlarga ko'ra, masalan, Rasululloh maiz, g'amidiyalarni rajm qildi. Rasulullohdan hukm talab qilib kelgan haliqi Yahudi ayolga hukm ijro qildi. Mushlarning hammasidan biz shuni olamiz, amaliy hayotma, amaliy tatbiqotni shuni olamizki, to'y qilmaganlarning hukmi rajmi. Nereden chiqdi bu gap? Bugungi oyatimiz 2 ayol o'tirisidagi mazmunga opirilsa, endi hadislar bizga nima deydi sanglar? Ayol agar qanday bo'lib qolsa, zina qilib qolsa, buning hukmi bayatni degandek va boshqa oyatda bayon qilingandek, ya to'y qilmaganlar bo'lib qolsa 100 darra bo'ladi, to'y qilganlar bo'lib qolsa rajm bo'ladi. Qarshi tarafdagilar endi bizga bunda bir narsani dalil keltirdi. Dedeklar haqida Sura Niso'ningki oyati bu-mu? Fa'alayhinna nisfu ma 'alal muhsinat min al'azab. Dedeklar zina qilib qolsa, bularga hur ayollarga berilgan jazoning yarmi beriladi deydi. Deb kelib, yerim deb ifodaligiga qaraganda oyatda rajm degan gap yo'q deydi. Qanda? Rajm degan o'ltirish.
Taşılan. Öldürüşünün yerim olmaydı. Ana ağzı yerim degen ne dese 100 derre yerim. 100'ның yerimini 50 kip çıkağılıl deydi. Biz deyimiz kendi bunun nispeten cevap verip Sürü Neml'deki bir ayetini, muş ayetinin ifadesi gidelim keltirimiz. Sürü Neml'de Süleyman aleyhisselam Helaka öpüp ki karta dep kilip bir gepini dep لَاُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَاَذْبَحَنَّهُ Eğer bana o dügeni boyunca kılanmasa ben onu kattık azaplayma ya ki boğuzlayma. Karanlar ayette azaplaş, boğuzlaş. Azap, boğuzlaştın başka eş. Ma ayette dedekler hakkında فَعَلَيْهِنَّ نِسْبُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَةِ مِنَ الْعَذَابِ degeni azap ölümden başka iş. Ölümden başka şoğallıkı ayet nime hakkında sözlevatıdır, rejim hakkında sözlevatıdır. Bu şu demek ki dedeklerge rejim yok. Her ayallağa birilgendek rejim dedeklerge yok. Bularının yerim degeni şu nemeninki derreninki yerimi. Maçta düşünümüz hemdi. Maçta çensek bizge bir neçe sual kılıdı. Bir neçe sual kılıdı. Şu qarqı deyilgen geplerden. Birisi nime üçün dedeklerge rejim yok ve azap yerim. Yani toxmaq derre desek bu yerim. Nime üçün erkin ayallağa toy qılgan bolsa rejim ba toy qılmağalla olub qalsa, bikirler olub qalsa, toy qılmagan qızlar olub qalsa bununla yüzünü salımız. Dese bizning tushayne Allah'ın aldida o'zining bir hikmeti var buningda o'ziga biz biladigan bilmaydigan, ammo bizning tushunalganimiz shu. Normal bir sağlam jamiyatda hör ayollar başqalarning mecburlaşı bilan asla zina qilmaydi. Ya'ni demak çoğunum hör ayollarning sağlam tabiati zinaga bormaydi. Buzulgan bo'lganda bor endi. Hatto nima jamiyatda shu eng qadimiy jahiliyat jamiyatidami Abu Sufyanning ayoli Hind shunda degan, "Hay, hör ayolimiz naqlamda" degan bir ifodani qo'ygan. Hör ayollar normalda zina qilmaydi. Zina qildi demak bu buzulup, tabiati buzulup bir chekdan chiqdi demak bo'ladi. Ham buzulup chekdan chiqqan bo'lg'achqa butun ish 100% buning ixtiyori qo'lan bo'ladi. Bu nuqtaga qarata buning iqroq jazo borki, to'y qilgan bo'lsa, jarjim to'y qilmagan bo'lsa 100 dar. Endi dedeklarchi. Dedeklar ko'p hollarda dedek o'g'achqa boshqalarning buzaq qilishi uchraydi. Bularning o'zini qo'g'dishi, bularning sharifining boshqalar tarafidan qo'g'dilishi hör ayollarga o'xshamaydi. Hör ayollarning igisi va, dadasi va, akisi va, iri va. Ammo kimlarninkicho, dedeklarninkicho shu xo'jayini va xo'jayinning atrofidagi kishilarning buzaq qilishiga uchrash nisbati ko'p. O'zini qo'g'dash nisbati az. Bu zina qildi degan bir shaklda tutilgan taqdirdami, qanday ehtimollik ko'p bu yerda majburlangan bo'lish ehtimoli ko'p bo'lg'achqa, balki undan boshqa hikmatlarim bordi. Alloh bularga berilgan jazoni rejma emas, darraga cho'kizib, darrining mutaqi yerimiga cho'kizgan ahvollar bor. Jazo odatda normalda masalaning oldini olish uchun bo'lg'achqa, masalaning xarakteriga qaraydi. Mushu nuqtadan endi to'y qilganlarga nima uchun ig'ir jazo beriladi? To'y qilmaganlarga desa, to'y qilmaganlarningki jinoyatga jur'at qilish, jinoyatga qadam olish jur'ati asosan yo'q demak. Baktuan. Bularga ig'ir darajada jazo berish orqali bularni cheklashning to'y qilganlar qirgan vaqtda nisbati biroz kuchli ko'rdim shuningmi. Ammo to'y qilganlarga nisbatan bular bir ishni ko'rgan, ishlarning oldi keyinni biladi masalan. Agar jinoyatga qadam olsa, tiz bir shaklda bir taraf qila oladi yoki epsepini biladi. Bu bir nuqta. Bu ustidan jazoni ig'ir qilish orqali bularning jinoyatga qadam qilishning oldi elinish maqsad qilingan bo'lishi mumkin. Yana bir tarafdan to'y qilmaganlar o'tkazgan bu jinoyat, mayli ayol olsun, bir tarafning izlash sharfi bilan tugaydi. Masalan bir qiz yoki bir o'g'il to'y qildi, to'y qilmoqlik zina qildi yoki jinoyat o'tkazdi. Buning o'tkazgan bu rasvochiligi shu qizning oilasi bilan tugaydi. Shu qizning dadasi, onasi, akufkular bitib qolurlar tugaydi ma'nosi shu. Buningga to'y qilmoqlik baldiri yo'q. Ammo to'y qilganlar bunda jinoyat o'tkazsa, buning izzat, obro'y, sharaf masalasida bog'langan taraf ko'p bo'ladi.
bu qizning ota-onasi urug' tuqqan oilasiga bir bog'lansa, munosabatlik bo'lsa, eriga bir bag'lanadi. Erining sharafiga, erining oilasiga. Agar bu ayol to'y qilgan bo'lg'achqa, balasi bo'lib qolsa, bolalarining sharafiga. Qaranglar, ma nuqtadan to'y qilganlarning o'tkazgan jinoyati favqul oddi ig'ir. No'g'andikin buni shu rejimi bilan ogohlantirish orqali jinoyatdan to'sab qilish maqsad qilingan bo'lishi mumkin qarindoshlar. Endi yana savol kelishi mumkin. İkiniz to'y qilgan bo'lsa, shu shaklda bo'lar. İkiniz to'y qilmagan bo'lsa, shu shaklda bo'lar. Biri to'y qilgan, biri to'y qilmagan desa, buni aytdi. Oddiy masala, har odam o'zining jazosini o'zi tortadi. To'y qilgan bo'yicha, to'y qilmagani to'y qilmagan bo'yicha tortadi. Bugungi oyat dal mushu masalalarning ichidagi bir masala. Ayollar bilan ayollarningki masalasi haqida so'zladi. Kelaki oyatda ikki erninki masalasi haqida so'zlaymiz. Oyat tekrar eslatib qo'yay, uzluksiz qurilish haqida ketyapti. Buning eng asosiy bir tarafi jamiyat qurilishi. Jamiyatning eng muhim halqasi oila qurilishi. Oila qurilishiga eng cho'ng ziyon soladigan masala ayollarning o'tiridagi noto'g'ri aloqa, oilaning buzilishiga olib boradigan eng og'ir masalalar. Bu masalalar shunga buningga islom nihoyat hassosiyat bilan muomala qilgan. Buning jazolarini ağır bir şekilde, çünkü mesele bir adamning o'tkazgan jinoyatdan ketmaydi bu ishda. Deb o'tganimizdagi bayatın bu kengaydi. Hatto to'y qilmagan adamning bu to'y qilmagan boshqa oilasi, qurgan oilasi bo'lmagan taqdirdami, ota-onasi urug' tuqqanlar qadar bog'langan bo'lg'achqa ta'sir doirasi kengri bu jinoyatning. Shunga Qur'oni Karim bu haqda alohida to'xtalgan va hassosiyat bilan muomala qilgan. Alloh subhanahu va taolo hammalarni jinoyatlardan o'zi yomon ko'radigan jinoyatlardan saqlasin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.